Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilnozaxon opa bilan bo'lg'andikmi? Ha, Opajonim, sog' salomatmisiz? Oqshomingiz xayrli bo'lsin. rahmat opa. Joni sog'misan? Ayni daqiqalarda sizga ijtimoiy tarmoqlarda yuritib borayotgan yurakdan yurakkacha tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgandim sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? Alo. Alo, Voy, sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadimmi? yo'q bemalol. Joni sog' bo'lsin. Bugungi fayzli ayyom Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklab qutlab qolaman. Rahmat opa. Joni sog' bo'lsin. Go'zal ayyomingiz munosabati bilan yaqin insonlaringiz tomonidan sizga yetkazishim kerak bo'lgan samimiy tabrik xatlarimiz bor. Sizga ushbu tabrik xatlarni kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Bilmaman. Taxmin qilib ko'ringchi, kimdan kutgan bo'lardingiz? Ha, yotdim. Mashalloh. Har doim mana shunday yaqinlar ardog'ida yuring. Rahmat opa. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, cheksiz hurmati borligini ta'kidlagan holda mehribon va go'zal singlingiz Nigoraxon opa tomonidan go'zal dil izhorlari yetib kelgan Rahmat. va ularning samimiy tilaklariga singillaringiz Shohsanamxon, Nazokatxon, Azizaxon, Madinaxon hamda jannatingiz bo'lmish onajoningiz Zamiraxonaya va barcha oila a'zolaringiz tilakdosh bo'lib qolishgan ijozat bersangiz, ularning siz tomonga oshiqqan qalb tug'yonlarini siz uchun Allohim qodir qilgani qadar o'qib eshitarsam. Mayli opa, rahmat. Sog' bo'lsin, rahmat. Tortiq bo'lsin sizga duo u salomlar. Duoda bering shirin kalomlar. Iloho uyingiz nurlarga to'lsin, hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli mehribonim, mehri daryo, yuzlari nurli, qalbi zilol suvdek pokiza, shirin so'zli opajonim. Sizni bugungi hayit ayyomi bilan chin qalbimda muborakbod etaman. Keyingi shukronalik ana shunday go'zal kunlarda mehr muruvvat ayyomida bo'lish, yana go'zal holda qarshilashni Allohim nasib ro'z aylasin. Sizga Allohdan uzoq va mazmunli umr, mustahkam sog'liq, xonadoningizga tinchlik va totuvlik, dasturxoningizga fayzu barokat berishini so'rayman. Barcha ezgu niyatlaringiz, yo'llagan duolaringiz mustajob bo'lsin. Yaxshi insonlar va yaqinlar qurshovida hayot zavqini surib yuring. Har doim mana shunday xushchaqchaq, samimiy va go'zal bo'lib yuring. Ko'zlaringiz nam, qalbingiz esa aslo g'am ko'rmasin. Inson ulg'aygani sari bir sirdoshga, ichidagi bor tuyg'ularni ayta oladigan dardkashga ehtiyoj sezarkan. Bu o'rinda esa opa-singildan-da munosib nomzod topilmasa kerak. Siz mening qanotsiz farishtam, dardu alamlarda qalqonim, eng yaqin sirdoshimsiz. Yoshlikning eng go'zal xotiralari sizlar bilan birga o'tgan. O'sha beg'ubor bolalikka qaytgim, yana beg'am, betashvish o'yin qaroq bola bo'lib qolgim keladi. Sirdoshim, har nedan ogohim, maslahatdoshimsiz. Har kuni o'zingizga aytkim keladigan, lekin tortinish, uyalish sabab aytolmagan qalbdagi gaplarimni bugun aytishga jazm qildim. Boringizga shukr. Sizdek mehribonim borligidan faxrlanaman. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Bugungi go'zal hayit ayyomi muborak bo'lsin. Sizdek opani nasib etgan mehribon Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib mehriga ko'mgan dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Jonimga jon tumor, jonimga rishta, uy joy saranjon doim sarishta. Mehrda tengi yo'q misli farishta, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Misli oy yuzligim, g'ururi osmon, balodan tayanchim jonimga posbon. Allohim asrasin doim har qachon, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Farishtalar ichra eng go'zal sanam dunyoda ko'rmadim. Siz kabi opam, qalbimning to'rida o'zingiz hakam. Dunyoda tengi yo'q opam bor meni.
deya mana shunday chiroyli tabriknomalarni, samimiy tilaklar-yu dil izhorlarini siz tomonga taqdim etib qolganlar. Rahmat opa. Sizni ham ular uchun aytadigan dil izhorlaringiz va bayram tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Vaqtingiz sog' bo'lsin. Bo'lgan vaqtiga sog' bo'lsin. Mehr oqibatlaringizga ko'z tegmasin. Ertangi Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan bugungi hayit ayyomlari bilan qutlagan holda siz bilan g'oyibona suhbatimizga yakun yasaymiz. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Rahmat opa katta. Joningiz sog' bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat katta. Taqdir bizni har tomonga olib ketdi. Sho'xligimiz ota uyda qolib ketdi. Tirnog'idan kim ayirar ayting etni. Yiroqmiz ammo yaqin kunlarimiz. Ming xavotir uyg'onadi bitta jonda. Ko'risholmay qolsak agar har zamonda. Hech bo'lmasa gaplashamiz telefonda. Oqibatli go'zal opa singillarimiz.